Dasturimizni transportga oid faktlar bilan davom ettiramiz. Koreya Respublikasining Hyundai Rotem kompaniyasi O'zbekiston uchun ishlab chiqarilgan yuqori tezlikdagi poyezdlarning birinchi partiyasini mamlakatimizga yubordi. Rasmiy jo'natish marosimida Koreya hukumati vakillari va O'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etdi. Ushbu ikkinchi avlod tezyurar poyezdlari Toshkent, Urganch, Xiva yo'nalishlariga qo'yiladi. Ushbu yo'nalishdagi masofa poyezdda 14 soatni tashkil etgan bo'lsa, yangi Hyundai Rotem poyezdlari harakatga qo'yilishi bilan mazkur masofa vaqti deyarli 2 barobarga qisqaradi. Poyezdlar Jaloliddin Manguberdi nomi bilan harakatlanadi. Xalqimiz farovonligi yo'lida amalga oshirilayotgan bu loyihalar avvalo mamlakatimiz yetakchisining temir yo'l tarmog'idagi islohotlari natijasidir. Odatda Toshkentdan Xorazmga poyezdda 14 soatda yetib olgan bo'lsangiz, endi buning uchun 7 soat 40 daqiqa yetarli. Gap shundaki, O'zbekiston Hyundai Rotem kompaniyasidan 6 ta tezyurar poyezd sotib olishni rejalashtirgan edi. Ularning birinchisi muddatidan 3 oy avval mamlakatimizga jo'natildi. 3, 2, 1, touch it! O'zbek temir yo'l tarmog'ida yana bir tarixiy qadam. 250 km/soat tezlikda harakatlana oladigan Koreyaning Hyundai Rotem kompaniyasi tomonidan maxsus O'zbekiston uchun ishlab chiqarilgan poyezdlarning bir qismi Changwon shahridan mamlakatimiz tomon yo'lga chiqdi. Rotem bosh texnik direktori va ilmiy tadqiqot instituti rahbari Li Won: biz vagonlarni O'zbekiston sharoitiga mos ravishda takomillashtirdik va SR tezyurar poyezdlari bilan bir xil darajadagi motorli vagonli tezyurar poyezdini ishlab chiqdik. Vagonni butunlay yangidan loyihalashtirib, kombinatsiyalangan sinov uskunalarida yetarlicha sinovlardan o'tkazib, mahalliy sharoitlarga to'liq moslashtirilgan tezyurar poyezdini yaratdik, deya fikr bildirdi. Toshkent, Urganch, Xiva yo'nalishi uchun mo'ljallangan va Jaloliddin Manguberdi nomi berilgan 7 vagonli poyezd muddatidan oldin 17 oyda qurib bitkazildi, deb yozdi The Korea Times. 2026-yilning birinchi oylarida, ya'ni yanvar oylarida birinchi tarkib kirib kelishi rejalashtirilgan. 3 oylik dinamik tekshiruvlardan so'ng 2026-yilning ikkinchi choragida ilk tijoriy qatnovlarini yo'lga qo'yishni rejalashtirganmiz. Jaloliddin Manguberdi poyezdlarining qatnovi yo'lga qo'yilishi bilan Toshkent, Urganch, Xiva yo'nalishi vaqti 14 soatdan 7,5 soatgacha qisqarishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, Hyundai Rotem tomonidan yetkazib beriladigan O'zbekiston tezyurar poyezdi 6 ta tarkibdan iborat. U O'zbekiston mahalliy sharoitiga moslashtirilgan versiyasi hisoblanadi. Har bir poyezd tarkibining uzunligi 175 metr, sig'imi 389 o'ringacha. Poyezdlar O'zbekistonning cho'l iqlimi uchun maxsus ishlab chiqilgan bo'lib, changga haddan tashqari yuqori va past haroratlarga, qum bo'ronlariga chidamli tizimlar bilan jihozlangan hamda uzoq masofalarga sayohat qilish uchun mo'ljallangan, deb yozmoqda Elect Times. Hyundai Rotem kompaniyasining yuqori tezlikda harakatlanuvchi elektropoyezdlari O'zbekistonning iqlim sharoitiga to'liq moslashtirilgan. Ya'ni 50 gradus issiqlik va 40 gradus sovuqda ham bemalol harakatlanish faoliyatiga ega. Yoz oylarida keskin issiqlik ko'tarilgan darajalarda ham bemalol faoliyatini davom ettira oladi. Yangi avlod tezyurar poyezdlarning mamlakatimizga olib kelinishi sohadagi islohotlarning amaliy ifodasi bo'lib, nafaqat aholiga qulaylik hozirlash, balki turizm imkoniyatlarini oshirish, bir so'z bilan aytganda jahonda O'zbekiston nufuzini yuksaltirish yo'lidagi muhim qadamlardan biridir.